oling, katta yeng. Ha, qizim ko'nglingiz aynilyaptimi? Yo'q, Nima bormi? yo'q, haligi ojon oshqozoni mazgini og'ribdi-da. Uyaldi kelin. Hech kim bilmay qo'ya qolsin, ko'z tegadi. Hozirgi kunda esa Vay canım rasket şermeni yarım Qasır o'ynaganda o'zim chirtay ishtarim Vay canım rasket şermeni yarım aziz obunachilarim, kelinim homilador bo'pti. Mana ikkita chiziq chiqdi. Vaqtida. Unda o'g'il bo'lsa, menda qiz. Mana Viktoriyaga qo'yishim kerak. Mana o'g'limni bolasi. Tezlashtiringlar. Qo'shnida nima bo'pkan ekan? Nima baqir chaqir bir ko'rmasam bo'lmaydi. Voydot. Voy, yiqilib o'lmasam bo'ldi. Qo'shni, ha, nima shovqi? Yengillik bormi? Test mangan berarsizlar, rais buvadan suyunch olib keladi. Voy adajonisi, ana beting qurg'ur o'lsinimchi, likillab ikki qat bo'pti. Tezroq harakat qilmasak bo'lmaydi. Voqila keling uyga. Salom aziz obunachilarim. Bugun men hozir test qildim. Hozir 5 minutda javob chiqadi. Sizlarni yaxshi ko'raman obunachilarim. Kechiringlar. Hayajonlanib ketdim. Ojon xonamdagi testim qani? Ha, umi, bugun maqtanish Adiza navbati ekan. Choyxonaga olib chiqib ketdilar. Adijon chiqib ketganlari g'alati emasmi? Nimasi g'alati? U ikkita chizig'ingizni butun Instagramda O'zbekiston ko'rdi-ku, Adiza olib chiqib maqtasa g'alati bo'lib qolar ekanmi? U testni qanaqa qatga tiqib ikkita chiziq chiqarganingizni hamma butun O'zbekiston bildi-yu, qaynatangizni 4 ta o'rtog'i bilganiga uyalib qoldingizmi? Kelin.